Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Zuhriddin bugungi videoda bizlar Minecraft o'ynaydigan bo'ldik. Qani bizlar bitta bir mazza Minecraft o'ynaylik. Qani Minecraft ko'pchilik zo'r o'yin deb yotibdi. Birinchi o'rinsiz skini yomon ekan. Shuni o'zgartirib tashlaylik. Qani ismingiz oxirgi 309 Pidras. Xo'sh. Mana Zuhriddin 309. Aşağı dursun önce kamera. Tak, yani nerede özetirsek? Bu şişesini özetir bu mu? Mana onu mu? Sekana. Kuş. Okey, давай. Qizilgani oldu. Kim bu şunu oynaydi? Shuni bitta aytib yuboringlar da nasr kasbash tushunmam. Skin qanday almashtiradi? Qanday kiyintiradi buni bezantirib? Shuni qanday qiladi? Shuni kommentarga yozib ketinglar. Birinchi marta o'ynayapman Minecraft'ni. Nomi shunchaki Craftsman 15 qildim. O'tkazib ketaversam 191 xotira 191 megabaytlik chiqdi. O'shani ustiga bosdim, shuni o'tkazdim. Ana deb yozib chiqdim. Menda what the fuck? Serverda ham bor ekan. Mayda Crazy Craft deb chiqdi. Nomi shunaqa ekan. Lekin men Craftsman qildim. Endi qaydan bilaman men ham. Endi ko'pchilik Minecraft yozdi. Craftsman deydi. Endi shu Craftsman deb shuni zo'r ekan. Shuni yuklanib ko'pchilik zo'r bu zo'r o'yin ekan deyapti. Ha shu uchun men shuni yuklab oldim. O'zi qanaqa o'yin bilmadim. Shu haqida bitta video olaydim dedim. Qani bitta olaylik qani bizlar ham bir mazza bitta Minecraft o'ynar ekanmiz. Xo'sh, endi qachon kiradi bu? Yomon cho'zilib ketar ekan bu. Avtomatlar ham bor rostdan. Mana ko'rsatib qo'yibdi. Mana ko'rsatib qo'yibdi. Bormi? Eshitishimcha bunda mashina ham bor ekan, bitta, ikkitani bilmam. Raketalarga xolos oxirida bilamiz endi. Bormi? Rali zo'rmi? Ko'pchilik zo'r deb maqtab yotibdi shuni. Endi qachon kiradi? Ana kirish boshlayapti. Va ading deyapti. Let's go deydi. Bu yoqaq. Bu yoqaq. Bu yoqaq. Sanaqda siz kelaymiz. Mana nima ekan olamiz. Bu patrul bor ekan. Ichi olamiz shunda. Ichi bo'lamiz, ichi bo'lmaymi? Bu sandiq, mashina ham bor ekan. Raketani qo'yamiz. Tak. Mana yoqqa bitta qo'yamiz. Bu yoqqa like abone bosib qo'yinglar. Esdan chiqmasin. Bu yoqqa bunday. Raketa bor ekan-ku. Bitta bo'lib yotib qoldi. Tashla, mana shu qo'yib turadi. Mana shu yerda turadi, o'zida kontr. Qani endi minaychi. O'sha ham olammi? Yomon qaratmayapti ekan u. 3. Uchmayapti. Qanday uchiradi buni? Bu muhim arja bor ekan-ku. Qani? Ne bu mana shu qo'ydi. Qani ana onu ot. Qanaqa? Final o'ldirgan uxla. Shunchaki bitta bossa o'zi uxlar ekan-ku. Akib.
qilchini ham olamiz. Buni ham olamiz. Stop. Shunga qo'shsa o'ylam, bo'lmayam. Bunday qo'shamiz. Bo'ldi. Easy. Muhim akem borda, bilasizlarmi? Akem. Ko'pchilik aytadi, akem dahi zo'r qurol deydi. Rostdan shu gaplar zo'rmi? Ya, rostdan shu gaplar rostmi yo yolg'on? U zo'r mashincha ekan. Qani? Brul. Ana ketdik. Bu shahar aylanarlikchi. Ana raketami? Billi. Qani? Uchi bilammi yo'qmi? Kim shu Minecraft ko'pini qanday qilib uchirgan shuni ham yozib qoldiringlar. Men mashincham tur ekan. Blokdan qurilgan ham ekan. Oqib ketishim misol qoldi. Ko'tarma ekranga o'xshash. Like abone olishdan chiqmasin. Ha, yana qanaqa o'yinlar o'ynashni ham va qaysi o'yindan video olishni ham bir yozib qoldiringlar. Men 100% o'ynayman lekin. Bu men bir joy bo'ldi. Parkovka, men shart. Parkovka hamma uchun shart bo'lsin. Bu yoqqa, yana. Ko'p burilib ketdi. G'alati ekan-ku. Bo'ldi. Tush. Yomon mashina ekan lekin bor. Kreativga o'tsak bo'larmikan? Sal qolib tushib ketching. Bas. Nima bu? Pastda nima? Rezon. O'tkazib like abone bo'lsinglar. Agar shuni ham keyingi qismi chiqishni xohlasalaring, like abone bo'lsinglar. Bo'pti, sizlar bilan men 909 bo'ldim.